Assalomu alaykum akalar. Bugun obzorimizda Mercedes-Benz G-Wagon bo'ladi. Akalar, mashinamiz 1995-yil ishlab chiqarilgan, 360 ming kilometr bosib o'tgan. Mashinamizning motori, ходовой korobkasi zo'r holatda, hattoki svechi moylarigacha almashtirib qo'yilgan. Narxini ham sразу aytaman, narxi 22 ming qilib beraman akalar sizlarga. Bo'ladigan narxini. Mashinani bitta ko'ramiz. Juda ham brutalni qilib qo'yilgan. Oldi faralari restyling turibdi. 20 diametrli saka diskalar qo'yib qo'yilgan. AMG bokovoylarda turibdi. Krugovoy tonirovka. Tepalarida ham spoilerlari bor. Mashinani bitta orqa rakursini ko'ramiz. Buni zapaska turadigan joylari ham juda ham chiroyli. G-Wagon 603 shilliklar, AMG shilliklar yopishtirib qo'yilgan. Atak mashinamizni 3.2 motor bilan jihozlagan. Endi interyerini bitta ko'ramiz sizlar bilan. Saloni полный перетяжка qilingan, koja bilan qoplangan, elektrosideniya, sideniyalarımizda abagreiflar bor, multifunksiyonal rul, Android magnitofon qo'yib qo'yilgan, klimat kontroli, avtomatik korobkalar, stiklopodъемniklar, hattoki lyuklari ham bor. Takoy deflektorlar qo'yib qo'yilgan, juda ham chiroyli. Okalar, narxini eshitdinglar, 22 ming AQSh dollari, 1995-yil ishlab chiqarilgan 3.2 motor G-Wagon zo'r holatda. Bosib o'radigan joyi.